Hadicha Kubro ayol qizlar madrasasiga qabul boshlandi. Hadicha Kubro qizlar o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi qabul muddati 25-iyundan 20-iyul. Faqat oxirgi kun soat 18:00 gacha. Qabul hay'ati ish vaqti dushanbadan shanbagacha 9:00 dan 17:00 gacha. Tushlik va peshin 12:00 dan 13:30 gacha. Yakshanba dam olish kuni. Hujjatlar faqat offlayn ta'lim muassasasida qabul qilinadi. Imtihon fanlari bo'yicha sertifikatlar uchun imtiyoz mavjud emas. Bu degani arab tilidan sertifikat olsangiz, bu o'tmaydi. Xo'p, ta'lim muassasasi rahbari nomiga ariza, pasport yoki ID karta nusxasi asli ko'rsatiladi. Ma'lumot to'g'risidagi attestat yoki diplom va uning ilovasi nusxasi asli ko'rsatiladi. 3x5, 4x5 hajmdagi 6 dona rangli fotosurat so'nggi 3 oyda olingan va orqa foni oq rangda bo'lishi talab etiladi. Chet tilini bilishi to'g'risidagi sertifikat ma'lumot to'g'risidagi hujjatda ko'rsatilgan chet tilidan boshqa chet tili bo'yicha imtihon topshiruvchilar uchun asl nusxasi ko'rsatilishi kerak. Bu degani maktabda ingliz tilidan dars o'tgan, arab tilidan test topshirmoqchi bo'lsa, arab tili sertifikati kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga asosan test sinovlarida ishtirok etishi uchun abituriyentlardan bazaviy hisoblash miqdorining yarim baravari miqdorida 187.500 so'm to'lov undiriladi. Joriy yilda o'qishni tamomlab hujjat topshirgan abituriyentlardan esa to'lov undirilmaydi. Bunda nogironligi bo'lgan 1, 2 va 3 guruh yoki to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar, mehribonlik uyi yoki bolalar shaharchasi bitiruvchilari asoslantiruvchi hujjatlarni taqdim etgan holda test sinovlaridan ozod etiladi.